Alo, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Boburjon, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gap, tinchlikmi kech bo'lganda? Adam 2 kundan beri uy kelmayaptilar. 2 kundan beri Ha, adam uyda yo'q edilar. Oyim kasallar. sen kiyinib tayyor bo'lib tur, men hozir boraman. Keldim men. Chuqur. Adin, masjidga kelib birpas dam oladi. Sen o'tirib tur mashinada. Men sizga va'da beraman. Bu dunyoda shunaqa baxtli yashaydigan inson bo'lasiz. Siz asliga Aka? ishoning. Kop inson uyalmay o'tirishingizni qarang. Aytdi, keyin mazasi yo'q uyda yotibdi. Joni og'rib, kasal, bechara. Men qara. Boshim og'ribdi. O'shalardan charchab, to'yganimdan, bezor bo'lganimdan keyin 2 kun qamoq olsam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Oilangizni shu narsalarga almashtirdingiz endi. Adajon, Men qara, qaysi kalla bilan shuni chetgacha olib kelding? Boburjon, sen nega kelding? Mashinada o'tirib tur dedimmi senga? Yo'q, bir bola qilib qo'yma, ketlaring. Sen nima? Meni ketimdan poylab yuradigan bola bo'lib qoldingmi? men o'zim uchun emas, oyim ayoli kasal bo'lib yotganlari uchun olib ketgan ekan. Ket. Yo'qot bolani ham. Onangni ham, seni ham hech xohlamayman. O'zim Yur. ko'rinmalaring tinch qo'y. Boburjon, bu odamga gapirganing foydasi yo'q. Yo'q, Yur. adam olib ketaylik. Yur. Ada ketdik, yuring. Yur. Oyim kasal Qo'y, bo'lib Boburjon. bo'lib yotibdilar. Yuring, ada. Oyim bilan o'ylaylik.